Yaqinda shu gaz bamo degan gap davomlashyotdi. Nurg'ulg'an do'stlar bo'lsa, buning nisbatan ikki turga bo'lingan. Bir turdagi do'stlar bo'lsa, qarg'ulacha buning agishotganlar. Yana bir turdagilar bo'lsa, shu gaz bamo degan gapga intayin bearam bo'layotganlar. Qani biz birlikda mush gapga bearam bo'layotgan turdoshlarini ko'rib boqaylik. Hoy baka. Menda so'rmoqlamda baka menda. Gaz yo'q balla, gaz yo'q. Nim bo'ldi bu? Bir narsa yomon bak qiziqarli to'ylik kutib boramdi. Bu gazbama deb yezibsizlar bu nima bu? 我去家人们天天有新的更吗 ？Gazbamo 是什么意思到底？谁跟我说现在？ Ma oldin qaytmay gazvama degandan orang qutulsam ma yana bir paydo bo'ldi endi. Nima gaza deshib ko'kini qo'ymay. Rastga aytsam bu gapga men intayin bizar bo'ldim. Men bizar bo'ldimmikin deb o'ylasam, nurg'ulg'an do'stlar bu gapni intayin yaxshi ko'rgan o'xshaydi. Shunlashqa yaqinda bu turdagi naqshlar, usullar borliq gapdi. Qani biz birlikda ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Anlaşa qaraganchada bu gapninki ma'nosi nurg'ulg'an do'stlar tushunmaydigan, ham ishlatayotgan do'stlarim o'zim tushunmaydi ekan. Rostgamni qilsam men tushunmayman. Bu zot nima degan gap. Mushu bir tordosh do'stimiz mushto'g'irliq nihoyatda aniq tushunish bo'lgan bir tushuntirishni o'zi ilib beribdi. Biz birlikda ko'rib boqaylik, tushunib boqaylik. Mashinalarni sotadiganlar bor, ashlarning do'yingsida batdi bu. Bir mashinani chiqarsa tegiga bu mashina gazbamo deb yozadi. Gazbamo debchi. Andikin sal nochiroq mashinalarni chiqarsimi, bu endi ish mashinchilar yo'q, bu qanday gaz bo'ldi bu mashinada? Balanch bo'lib mashina tutsa bu, uninggacha deb og'adam gaz qo'yamdi bu mashinaga deydi. Endi qanday bu sal nochiroq mashinalarni chiqarsimi, gazbamo deb yozib, mavu mashina sotadiganlarni terik turgan bo'ldi haqlar. Endi shu gaz bamo degan gap bo'lsa, endi tarqalmasa, davomlashmaskan deb o'ylaymiz. Chunki qarg'ulacha agishning o'zi nihoyatda yaxshi bo'lgan bir ish. Ish bo'lmagan chog'da ma'nosini tushunib, andikin agasozma bo'ldi emasmi? Yaqinda filmimizni yaxshi ko'rayotgan do'stlar bizga bir filmni yo'llabdi. Ham bu naqshi intayin qiziqarli ekan deb do'stlardan ham bahramand bo'lmoqchi. Bu naqshni biz anglab boqaylik. Haqiqatan alayın naqsh ekan. Mush ko'nlarda 40 son soat olsa, 7 soatni qayta degan gap emasmi? Shunlashqa biz bu ikki naqshni tayyorladik. Mush do'stlarga alay so'l qilamiz.壁垒呀！老问我是壁垒。松开我的发髻，从小发际后移，别再拽美了，我警告你别再逼了，下次逼了。 Agar filmimizni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, bizga yurak berishni unutib qolmang. Agar yaxshi bo'lgan temalar yo'liqib qolsangiz, bizga ayrim avatib qo'ying. Rahmat sizga. Qo'llab bergan barliq do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Keyingi sonda ko'rishaylik.